Man o'sha Mubilo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim. Mayli. O, o'zbek adabiyoti. Ha. Mubilo. Qirolicha. Qirolicha adabiyotni qirolichasi. Yap yo'q. Paytida juda cho'qqiga chiqqan. To'g'ri. Men ham adabiyotga qiziqib turaman. Mana bu animatsiyani Dumbasi. Dumbasi. Mana bu Munisa Rizayevani klassikasi, akadan akasi. O'qigan ekansiz. O'qiganman. Bu sochlaringiz sariqqa Nasafiy. Nasafiy. Paytida mashhur bo'lgan bu kishi. To'g'ri aytasiz. Paytida juda. Endi bu animatsiyani o'qimasa bo'lmas. Endi o'qiylik. Mayli. Eshitaylik. Bir bayt eshitdik. Xo'p. Voh, buni qarang. Prost. Hammasi tug'ma, kayfiyatni qochira. Orqangdagi dumba. Vah. Bale. Bar yozishni biladi, stilistika bor. Bu taqqoslash, hayvonot olami bilan insoniyatni birlashtirib yuboryapti. To'g'ri aytasiz. Agar siz asardagi bunaqa o'zbek adabiyotiga qiziqadigan bo'lsangiz, men sizni Tursunxonni leksiyalarga chaqiraman. Ha, yo'q. Kirish tekimi? Kirish tekin, faqat bitta so'zni ayta olishingiz kerak. Xo'p, fo bo'lasiz deb bersangiz bo'ladi. Yo'q, ayta olmayapsiz-da siz. Sirli detektiv. Fo bo'lasiz.